Jigar 10 metrda urilgan Malibu mashinamiz xudo xohlasa tayyor bo'ldi. Mashinani hamma zapchastlarini originalidan qo'yib berganmiz. Mashinamizni tayyor bo'lgan holatini o'zingizda ko'rishingiz mumkin. Kapot, krilo, bamper qismlari полный ideal holatda kraskalari sepildi. Ikkita fara shishalari, optikalari almashdi. Abrisovkalarni ham hammasini originalini qo'yib berganmiz. Mashinamizni hadov qismlariga, kulak, richek qismlarini ham originallarni taqib berganmiz. Paroklarni ko'rishingiz mumkin. Paroklarni ham ideal holatda o'zini заводской krvetekslarigacha sepib qilib berganmiz. Okalarim bizda azgina adashgan ekanmiz. Mashinamizni bu yoq tomonidan ham hadov qismlari ketgan ekan. Bu yoqga ham original richeklardan taqib berganmiz. Ikkita oldi diskani o'zini zavod xromovik kraskalardan sepib ideal holatda qilib berganmiz. Akalarim, agar sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerakadigan bo'lsa, bemalol Polirovka UZBga murojaat qilishingiz mumkin. Polirovka UZB faqat sifat uchun ishlaydi.